Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Abduqodir Husanov ajoyib o'yin ko'rsatmoqda. Biz uni kuzatib boryapmiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov bugungi kunda eng mashhur o'zbek futbolchisiga aylangan. Bunga asosiy sabab sifatida uning 1 yil muqaddam Fransiyaning Lens klubidan Angliyaning Manchester City jamoasiga transfer qilinganini ko'rsatish mumkin. Husanov Angliyaga qadam qo'yganiga 1 yildan oshmoqda va shu paytga qadar 21 yoshli futbolchimiz Josep Gvardiola boshchiligidagi murabbiylar shtabi, Manchester City rahbariyati va jamoaning butun dunyo bo'ylab yoyilgan muxlislari ishonchini oqlab kelmoqda. Abduqodirning faoliyati nafaqat o'zbekistonlik futbol ishqibozlari, balki boshqa mamlakat vakillari ham sinchkovlik bilan kuzatib bormoqda. Ukrainaning eng mashhur klubi Dinamo Kiyevning 20 yoshli himoyachisi Taras Mixaksko Yevropa klublaridagi qaysi charm top ustalari o'yinni kuzatib borishi haqidagi savolga javob berar ekan, Abduqodir Husanov nomini ham tilga oldi. Menga Dortmundning Borussiya jamoasidagi Niko Shlottebekning o'yini yoqadi. Men uni kuzatib boraman, o'yinni tomosha qilaman. Ayniqsa uslubi menga juda yoqadi. Tabiiyki hamyurtimiz Ilya Zabarning ham menga yoqadi. Ayniqsa Manchester City'dagi Abduqodir Husanovni ham yoqtiraman. U ham yosh futbolchi, biroq ko'rsatkichlari a'lo darajada. Angliya Premier Ligasida Manchester City'ga muxlislik qilaman va Abduqodirning o'yinlarini ham tomosha qilib boraman. Shuningdek, Arsenalda o'ynayotgan William Saliba va Gabriel umuman boshqa darajadagi o'yinchilar ekanini aytishim mumkin. U ligada o'ynayotganlarning hammasi juda kuchli futbolchilardir, dedi Taras Mixaksko. Mixaksko joriy mavsumda Dinamo Kiyev jamoasi tarkibida 26 ta uchrashuvda maydonga tushib, himoyadagi vazifalarni bajarishdan tashqari raqiblar darvozasini 3 marotaba ishg'ol ham qildi. Yosh himoyachi 2026-yilgi Jahon chempionatining saralash turnirida Fransiya terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan bahsda Ukraina terma jamoasida debyutini nishonladi. Eslatib o'tamiz do'stlar, professional faoliyatini Belorussiyaning Engertik Bgu jamoasida boshlagan Abduqodir 2023-yilning o'zida Fransiyaning o'sha paytdagi vitse-chempion Lensga ko'chib o'tgan. 2025-yilning 20-yanvarida esa Manchester City rahbariyati Lensliklarga 40 million yevro to'lab Abduqodir Husanovni o'z safiga qo'shib oldi. Bugungi kunda hamyurtimiz Manchester City'ning asosiy himoyachilaridan biriga aylangan. Josep Gvardiola himoyaning ham, o'yin qanoti ham markazida ishonchli o'ynay oladigan Husanovning kelajagini juda yuqori baholamoqda. Qadrli do'stlar, asosiy xabarlardan biri Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta hamyurtimiz Abduqodir Husanov haqida iliq fikrlar bildirdi. Marhamat do'stlar, e'tiboringizga havola qilaman. Manchester City'da o'ynayotgan himoyachi Abduqodir Husanov, men unga 10 balldan 7 ball qo'ygan bo'lardim. U himoyada qilayotgan ishlari aql bovar qilmas darajada. U juda ham tezkor, patkatlari ham juda ham ajoyib. Men uni yozgi transferlar o'ynasida sotib olamiz yoki ijara asosida Manchester City'ga murojaat qilamiz deya fikr bildirgan Mikel Arteta. Qadrli do'stlar, izohlar bo'limini juda ko'p marta o'qiyman. O'zbek futboli kanalimiz oilasi a'zolari orasida juda ham ko'p negativlar paydo bo'lib qolibdi do'stlar. Aynan mana shunday xabarlarni yolg'on chiqaryapsan degan gaplar bo'lmoqda. Qadrli do'stlar, aynan mana shu xabarlarim umuman yolg'on emas. Bularni rasmiy cityextra.co.uk saytlaridan olaman va bu chiqayotgan xabarlarning hammasi rasmiy xabarlar do'stlar. Qadrli do'stlar, albatta fikrlarni o'ylab yozasiz degan umiddaman. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov hozirda ajoyib o'yin ko'rsatayotganini butun Yevropa gapirmoqda va butun Angliya Premier Ligasi, ya'ni Londonda juda ham ko'p gap so'zlar bo'lmoqda aynan Abduqodir Husanov haqida. Qadrli do'stlar, aynan mana shu xabarlar haqida qanday fikrdasiz? Haqiqatan ham hamyurtimiz Abduqodir Husanov Arsenalga o'tgani yaxshiroqmi yoki Manchester City'da qolganimi? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.